Har qaysi bir millat yuksalish uchun avval ma'naviy ma'rifiy jihatdan yuksak darajaga chiqishi kerak. Aks holda har qanday darajadagi bir rivoj, taraqqiyot degan bir narsalar bu shunchaki bir xom xayol darajasida bo'lib qoladi. Har qanday qaysidir millat avvalo ma'naviy jihatdan taraqqiy etarkan, so'ngradan boshqa jihatlardan ham albatta taraqqiy etib, yuksak cho'qqilarni zabt etadi. Boshqa yo'l bilan iloj yo'q, ya'ni taraqqiyotga boshqa yo'l bilan yo'l yo'q. Boshqacha darajada erishish bo'lmaydi taraqqiyotga. Faqat o'sha ma'naviy va axloqiy jihatdan taraqqiy etgan millatgina yetuk millat bo'ladi.